Assalomu alaykum va rahmatulloh yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, ishlab chiqaruv sexga kelganmiz. Apalka, mishalka, karita hamma narsasidan bor. Narxlari bilan yoritib beramiz. Kimga shunaqa mishalka, apalkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ukamiz bilan tanishtirib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizimsiz? Charchamang. Narxlarni yoritib bersangiz. Keladigan bo'lsa 1 metrlik apalovka, 63lik apalovka, undan tashqari 50lik apalovka. Apalovkalarimiz bor. Zakazga qarab 70, 80, 75 larda tayyorlab beramiz. Bir kamplik apalovkamiz mana 1 metrlik, qalinligi 2.8, tagiga 2 ga profil qo'yilgan. 1.5 stenali. To'liq 2.8. Lazerda kesilgan. Eshiklar ham lazerda bo'ladi. Diagonali 100 to'g'ri. Narx 16 million 400 ming so'm. Bunimiz 50lik apalovka. Narxi 8 million so'm. Bu ham lazerda kesilib, diagonali 100 so'm. Bular hammasi profillari bir xil, 1 metr bilan. 1.5 stenali. Bundan tashqari zakazga qarab tayyorlab berilaveradi. Talon apalovkalarimiz mana 3.5 million so'm. 3.5 million. Sesna poyez apalovkamiz. Bu ham shu lazerda kesiladi. Diagonali 100 to'g'ri. 3.5 million so'm. Bu graduslar to'shni bukilgan, ko'rishingiz mumkin. 2 mmlik yangilikdan bo'lgan. Bular lazerda kesilgan hamma narsasi, ko'rishingiz mumkin. 3.1likdan chiqadigan qalinligi 4lik apalovkamiz kampligi 7 million 600 ming so'm. 8 milliondan dastlabki qilib beramiz. Undan tashqari 63lik apalovkalarimiz bor. Narxi 10 million so'm. Qo'shimcha listlar qo'shib beriladi. Polni hozirga keltirgan apalovkalarimizga. Qo'shimcha to'siqchilar, qo'shib beriladi. Syomniga hamma yo'q bor. 40lik apalovka. Bu 40lik. Qashqadaryoga tayyorlayapmiz. Zakazga tayyorlangan. 6 million 800 ming so'm. Bu ham shu. Bitta kesilmaydi, qaychida kesilmaydi. Qaychida kesilsa, bir tomoni 40, narigi tomoni 47, 48, 49 bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Yana arqa tomonda Hozir shakalar. mana ustullarni aytib o'taylik. Narxi 230 ming so'm, 180 85 gacha chiqadi. Bunimiz turi necha bo'ladi? Turi 20 bo'ladi. Turi 20. Narxi 260 ming so'm. Undan tashqari 375 ga chiqadiganimiz 220 ming so'm. O'q kerak bo'lsa o'q. Tayyorlar. Narxi 50 ming so'm kampligi. Kamplik bolti bilan, ha? Ha, bo'ladi. Bundan tashqari o'q, syomnik, geyka kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaveradi. Kelishtirib beriladi. Xo'p. Bitta yaltiroqlisi ham bor, nerjevika lesa. Nerjevika lesamiz 800 ming so'm. Xo'p, bu zina palka. Kattasi 3 million 100 ming qilib beramiz, kichkinasini 2 million 900 ming qilib beramiz. 30 ming narxi. Bundan tashqari misollar bor. Rulli, uchkali, qachimlikli variant. Ko'rsam mumkin, bosib qo'yilgan. Orqasida uqurlari polni berilgan. Misholkalarimiz garantiyali, xudo xolasa. Uyaltirmaydi. Xo'p, bu yoqda lesa ishlab chiqariladi. Lesalarimiz narxi necha pul? 700 ming so'm, birinchi sort turba. Ikkinchi sort turbasi chaki yog'liq bo'ladi, unga javob berilmaydi. 680 ming so'm. Bu yoqda ishlab chiqariladi. Qalin apalovkamiz mana 1 million 100 ming so'm. Kampligi, tayyor hamma narsasi ichida. Xo'p, nariga yangi gidrolika mishalkamiz ko'rsak, endi uni ko'p ko'rsatganman endi. Sizda ham. Hozir biz hammasiga yangi motor qo'yilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Motorlarimiz. Bu gidrolika mishalkamiz. Rola o'ta yengil. Ventrani roliga o'xshaydi. Juda yengil, pachimlikli variant. Bundan tashqari betga yangicha sxemalar qo'yilgan. O'shancha yengil, yangilikdan tayyorlangan. Narxi 6.5 million. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yengil. Mana ishlash. Bu haqiqatan gidrolika. Даже pol unaqa. Ishlab qilmaydi. Eng asosiysi pachimlikli variant. Qo'hma variant bo'ladigan bo'lsa, turba bir-biriga kelganda tez Yengil ishlashlik uchun, keyin sifati ko'pga chidashlik uchun pachimlik qo'yiladi. Ko'pchilik
qo'hma variant qilinadi. Qo'hma variant qilinsa, ustaga olib borib o'zlari remont qildiradi. Ustalarga kamida 1 million pulini oladi. Ha, bunda 150 ming so'm bilan o'zi qo'yib olaveradi. 75 ming so'm. Bunimiz nechi pul edi? Bular 4 million 700 ming so'mlar bu misolga. Rolda. Bu ham o'ta yengil. Orqasiga Nisbatan unga qaraganda sal og'irroq. birinchi o'rinda mishalkani men aytib ketaylik, ko'rsatib o'tamiz aka. Bunga uporlar qo'yilgan, bu tomoniga ham upor qo'yilgan, betiga ham upor qo'yilgan. Tagida ham upori bor. Undan tashqari kabeli, montaji tashqaridan bo'lgan. Texnika bezopasность hamma yo'q olingan. Bu 25 kubali, ochimlikli variantlar. Buniki ham olingan. Bunga mana ko'rishlar mumkin. Shlanka o'tkazilgan. Ichidan o'tganligini hisobiga bu zamkanli bo'lishini oldini oladi. Kimga shunaqa mishalkalar, apalkalar, lesalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysalar, bundan-da yaxshi videolarni qo'yib borishda davom etamiz.